Hammaga salom bola, sizlar bilan Muhriddin Uz. Bola, hozir har qanaqa saytlarni tepib ko'ramiz. Birinchi navbatda sizlarga eng katta qishloqni tanishtirib o'taman hozir. U 3 tur, 2 tur qilsanglar, keyin craftingda bo'lamiz. Mana shu yerdan to'g'ri o'tsa, sal qotyapti Minecraft, lekin e'tibor qilmaysizlar. Mana shu yerdan to'g'ri o'tsa, mana shu yerda katta qishloq bor. 4 ta qishloq birlashib ketgan, bug bo'lib. Mana. Maytda. Mana shuncha anavi qishloq. Ikkinchi sedimiz esa 3 ta 9. Mana. Crafting qilamiz. Mana shu yerda joylashgan qishloq. Bu sal kichkinaroq. Maytda kompotni uyi bor. Bo'ldi, mana. Kompotni uyida ichida mana shuncha narsalar bor. Bu yerda o'ynashinglar mumkin. Bola, yana mana shu yerga kirib, ishdan 4 ta yo'q, 3 ta 1 qilamiz. Bu crafting turaveradi, chunki yana orqaga qilganda mana shu yerda piramida 2 ta. Mana hozir ichini ham ko'ramiz, sandiqlarni. Yo'q. Mana tez ko'rsatdi, bo'ldi. Bosardim boya. Mana keyin maytdan o'tib ketish kerak. Shunda sakrab o'tib ketaveramiz. Jip. Mana işte to'g'rida yana bitta bor. Izmirot 3 ta, keyin oltin. Bu safar ehtiyot bilan bosib olaylik. Bosib oldim. Ikkinchi sedimiz hozir adashmasam 8 ta bo'ldi. Yo, 5 ta bo'lsa kerak. Ikkinchi sedimiz boshlanadi. Keyingisi maytda bitta qilsanglar. Survival qilamiz. Ana crafting. Mana shu yerda 2 ta qishloq turibdi. Birinchisi mana, ikkinchisi qo'tyapti. Mana ikkinchisi mana, birinchisi mana. Hozir birinchisini ko'ramiz. Bu keyin 6 ta obsidian. Keyin bu yerda yaxshi narsalar bola, 3 ta izmirot, 4 ta bir bola, temir kirga va 7 ta oltin. Keyin ketaversang bola, bitta jajgalka yasab, bitta uni topsa. Mana nom nima edi? Mana shuni topsa bo'ldi, ketaversa bo'ladi. Hozir 1 sekund. Bola, video yoqgan bo'lsa, videoga like bosinglar, obuna bo'lib qo'yishni iltimos qilaman. Chunki biz yangi kanal ochdim. Mana shu yangi kanalim. Bola, xayr.